Assalomu alaykum. Qalbi qaynoq, yuragida o'ti bor akalarimiz, opalarimiz, YouTube, Instagram, Telegram eng asosiysi sizlar uchun. Eslatib aytib o'taman, ya'ni hamma bildi, kayfiyatlar ko'tariladigan Kamina Bahriddin Jo'liyev 24/7 xalq xizmatida prosto akamiz yozganiga, o'sha gap aytilgan o'tilgani, ya'ni mutlaq $500 g'olib bo'ldi. Ya'ni Normurod Odilov akamiz hozir gaplashamiz, akamiz Yevropada jiyanlarining oldiga keldik. Ya'ni keling. Ya'ni bir kishi emas, inshaalloh bizni 4-5 kishi kutib oldi hammasi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? O'zingiz tanishtirasizmi aka? Mana kameraga qarab bemalol, bexijolat Instagram, YouTube'ga. Mana biz akamizga. Assalomu alaykum. Ko'rinyaptimi? Normurdaga yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar a'lomi? Akajon, va nihoyat yetib keldik mana. Sizda tug'ilib o'sgan yeringizga, Qashqadaryo shahrisabizga mana jiyanlaringiz kutib oldi. Hammasi yaxshi, rahmat. Akajon, skuter va'da qilgan edik. Bir 4-5 ta yerga bordik, jiyanlaringiz bilan ham bordik. Deyarli kech qolib ketdi, yopilgan ekan. Mana $500 ni so'm qilib, jiyanlar ham siz ham sarson bo'lmang deb olib keldik aka. Keling, siz bu yoqda ko'rsatsangiz telefonda. Aka, o'yin qanday ekan? Hali paka 150 million pul turibdi, prosta yozganingizga o'tyapsiz. İnşallah xudo xolasa. Yaxshimi? Gap yo'q. Mana men jiyaningizga pulni beryapman aka. Mana oling. Bir jiyaningiz bilan salom alik qilasizmi? Tanidingizmi? Haqiqatan shu jiyaningizmi? Jiyanim. Va ikkalasi ham jiyanim. Gap yo'q. Mana jiyaningiz ko'rib turibdi, jiyaningiz pulni oldi. O'yin qanday ekan aka? Prosta ko'p inson olib boradimi, yo'qmi, nima bo'ladi dedi. Siz eng qiziq buni qanday yutdingiz? Shuni tushuntiring birozgina. Buni qizig'i shu kompyuterga yozganman-da. Ha, menga pul berganingiz yo'qmi? Pul berib yutganingiz yo'qmi? Shunga $500 yutib oldim. Gap yo'q. Rahmat. Inshaalloh yaxshi kunda ishlating. Paka hozirda bir 150 ga yaqin biletimiz bor. Buni ham tugatamiz. Raz 150 million o'yinni boshlaymiz. Gap yo'q, joningiz sog'lom bo'lsin akajon. Xo'p. Ya'ni efirda kuzatayotganga o'yinda yutilmay qolganligiga nima tilak bildirasiz? Hamma o'ynasa yutsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Jonlaringiz sog'lommi? Mana bor bo'ling. Mana bu yoqqa endi kommentni yozmam, yutsa bo'ladi ekan. Mana endi bu yoq $1000 qilamiz deb dars ko'tarilib ketaveradi. Mashingacha boradi. To'xtash yo'q. Pardeshkada bo'lasizga umiddaman. Joningiz sog'lom bo'lsin. Zo'r. Mayli akajon, xo'p. Jonlaringiz sog'lom bo'lsin. Xo'p. Mayli, xo'p. Sog' bo'ling. Mayli. Choy ichib Rahmat, xo'p. Joningiz sog' bo'lsin. Endi men Normurod Odilov akamiz bilan gaplashdik, pulni berdik. O'yin qanday ekan? Eng qiziq tushuntiringizmi? Nimaga kelganlaringizni bildilaringizmi? Gap yo'q, jonlaringiz sog'lom bo'lsin. Sizlarga omad. Mana bu pul $500 so'mda olib keldik. Eng qizig'i eslatib aytib o'taman, bir o'yin haqida bir ozgina bir qisman tushunganliklaringizni aytib o'tasizmi? O'sha men tushunganim, shu kommentga bildirganda, komment ko'proq yozgan. Ko'p yozganga yutadi ekan-a? Sizlar tog'amiz ham yozamanlar, borib qolardi. Eng qiziqingizlar, akalarimiz endi birinchi marta ko'ryapmiz. Akalarimiz ham bizni birinchi marta ko'ryapti. O'zim haqiqatan ham Qashqadaryo shahrisabizga kelganman, lekin men bu yerga birinchi marta kelishim. Ya'ni iloji boricha izlar Tojikiston, Qirg'iziston, Moskva, Peterda, Sochida, Koreyada millat ajratishi, odam ajratishi. Bemalol pardeshkada bo'lasiz, qo'llab-quvvatlab turasiz. Bu video Instagram, Telegram, YouTube'ga dash qo'yiladi. Maksimal kanalni kuzatamiz. Hamma omad, hamma yutsin, niyatiga yetsin. Paka bu prosta yozganiga yutdagamiz. Inshaalloh bilet o'yinda ishtirok etadigan bo'lsa, olgan biletiga pul yutadigan bo'lsa, olib kelamiz, muammo bo'lmaydi. Jonlaringiz sog'lom bo'lsin, yaxshi kunda tushaylik. Inshaalloh pulni yaxshi kunga o'tkazsin. Eng qizig'i skuterda va'da qilgan edi, kech bo'lgani uchun eslatib aytib o'taman, soat vaqtini ko'rsam O'zbekistonda 20 bir 4-5 ta yerga do'konga bordik, ola olmadik. Inshaalloh nima bo'lsa yaxshilikka bitta layklar bosamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Videoni uzoq qilmaymiz, xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. 24/7 Bahriddin Jo'liyev sizlar bilan birga. Qani ketdik.